Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun juda ham qiziq savol. Operatsiyami yoki ozdiruvchi dori vositalarimi? Zamonaviy ozdiruvchi dori vositalari bu Ozempic va Mounjaro. Ozempic bir komponentli preparat hisoblanadi. Mounjaro uni yangi pokoleniyasi, yangi avlodi ikki komponentli hisoblanadi. Albatta bu yaxshi dori vositalari, lekin ular operatsiyachalik samaradorlik xususiyatiga ega emas. Buni bir nechta sababi bor. Ya'niki bu dori vositalari endokrinolog tomonidan sizni gormonal foningizga qarab to'g'ri dozirovkada berilishi kerak va siz bularni qabul qilayotgan paytingiz ma'lum bir tavsiyalarga va parhez tavsiyalariga amal qilishingiz kerak bo'ladi. Agar siz mana shu shartlarga e'tibor qilmasangiz, ya'ni to'g'ri dozirovka va to'g'ri ovqatlanish, bu dorilarni samaradorligi keskin kamayib ketadi. Lekin operatsiya o'tkazilgandan keyin sizda ishtahani kamayishi yoki yo'qolishi hisobiga hamda majburiy parhez tavsiyalari borligi hisobiga ozish uzoq muddatli va samarali bo'ladi.